Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana bu yangicha divanimiz tayyor bo'ldi. Yurtdoshimiz o'zi rasm tashab, "Mana shunday narsa qilib bering" dedi. Aslida bu divandan oldin ham tayyorlatgan edi yurtdoshimiz. Zo'r chiqibdi. O'shanga yaxshi turibdi ekan, o'shanga xuddi o'sha divandan yana usta tayyorlab bering oshxonamizga dedi. Tayyorladik. Xudo xolasa judayam ajoyib chiqdi. Bu abrun supkalarimiz judayam boshqacha chiqdi. Bular sotuvda yo'q narsa bular. Endi mana bunisi bor, qolganlari sotuvda yo'q, o'zimiz tayyorladik bularni. Oyoqlariga temir oyoq qo'ydik. Judayam baquvvat. Sidinalari ham anafiski prujina bo'ldi. O'ta yumshoq degani bu. O'tirganda boshqacha yumshoq o'tirasiz. Mana shu holatda bo'ldi. Tombalari, ikkita tombasi bor. Stol o'zida bor ekan. Stol qilmay qo'ying dedi. Juda ham boshqacha chiroyli chiqdi. Xudo xolasa mana shunday ishlar kerak bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 0809. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Xudo xolasa aloqa chiqarsizlar. Qo'llari ham mana judayam boshqacha, cheklariga ahamiyat beradigan bo'lsak mana. Chevari o'zim tikkanman mana shu holatda mana. Choklarini ham judayam ajoyib qilib. Bezak uchun mis tugmadan foydalandik. Xudo xolasa aloqa chiqarsizlar. Xudo xolasa zo'r xizmatlaringni qiladi. Hammalaringga shunday ishlar nasib qilsin. Hammalaringga rahmat.